Siz meva qiladi do'stlar. Noklarimizga bitta baho beringlar. Eron noklari O'zbekistonda ko'paytirib qo'yganman. Xudo xolasa mana rang kirishni boshladi. Ekasiz meva qiladi. Do'stlar, xudo xolasa nishonasi mana birinchilik isboti bilan mana. Bu hech qanaqa yopishtirib qo'yilmagan do'stlar, mana qaranglar. Mana bandi bilan turibdi. Xudo xolasa bir oy ichida mana shu oppoq bo'ladi. O'sha bozorlarda sotilayotgan Eron noki bo'ladi. Bag'larni olib kelib ko'rsatib qo'ying. Mana, bu qarang. Har bittasida kerak bo'lsa bitta ikkitadan bu 100% meva qilgan endi. Ertaboqqa gullaganini Gulpari kanalimga tashab olgan mana oqashi kelib qoldi Eron noklari. Do'stlar, xudo xolasa mevalari juda ko'p. Hozir qolganlarini ko'rsatamiz. Masalan, mulari 3 tadan ham meva qilgan ekan do'stlar. Ekasi sizni uyingizda meva qiladi. O'zini isboti bilan Eron nok. Do'stlar, juda suvli, shirin nok, ertaboqgacha bemalol turadigan noklardan bittasi. Hozir men sizlarga kivi nokni ham ko'rsataman mevalarni. Kivi nokimiz bo'ladi do'stlar. Xudo xolasa mana pishibdi. Olib kelib yaqinroq ko'rsatib qo'ying. Mana kivi nok do'stlar. Birinchilar bismillahirrohmanirrohim. Xudo xolasa mana kivi nokimiz ham pishibdi. Birinchilar kivi nok, Eron noklar o'ta serxoslar ekan. Bu yerda kalmiy, vadil juda ko'p noklar bor. Bismillahirrohmanirrohim. Shuni o'ylar, shunaqangi shirin nok, kivi nok ham xonadonlarga ekilsa zo'r bo'ladi. Sog' bo'lasizlar.